هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 111. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 111. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Şüphesiz ki Allah müminlerden ulanın canlarını, mallarını ulağa cennetini berip setip aldı. Ula Allah'ın yolunda uruş kılıp düşmanlarını öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmanlar bilen cihat kılıp şehit boludu. Cihat kılgıcılara cennetini vaadi kılış Tevrat'ta, İncil'da ve Kur'an'da zikir kılıngan Allah'ın rast vaadisidir. Vaadisiga Allah'tan mı bek vapa kılgıcı kim ba? Yani Allah'tan mı vabadar ehdi yok. Kılgan bu sodanlardan hoşal bulunlar. Bu zor muvaffakiyettir. Allah Teala'nın mücahidlerinin canları ve mallarını cennet bilen setip alganlığı. Allah Teala bu ayette eğer mümin bendeleri canlarını ve mallarını Allah yolunda takdim kılsa, ulağa cennetini berdiganlığını haber kılıdı. Bu Allah Teala'nın ulağı kösetken merhameti, hürmeti ve yakşılıqıdır. Allah özüge itaat kılgıcı bendilerge çoğun merhamet görsetiş bedelige ulağının canlarını ve mallarını kabul kıldı. Şuna Hasan Basri ve Katade mındaktaydı. Allah ulağının canlarını ve mallarını setip aldı. Allah'ın namı bilen kasem ki ulanın canları intayin kımmet bahağı toxtadı. Şemir İbni Etiye her bir Müslümanın gerdini de galip Allah ve büyük Allah bilen her bir Müslümanın gerdini de galip ve büyük Allah bilen kılışkan soğudu var. Bu büyük soğudunu emelge aşırdı. Ya ki emelge aşırmasdan ölüp gitti dedi. Andın bu ayetini okudu. Şunun için Allah yolunda koral götürüp çıkan Ademni Allah bilen soğudulaştı ve onu emelge aşırdı dep ataydı. Ula Allah'ın yolunda uruş kılıp düşmanlarını öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmanlar bilen cihat kılıp şehit boludu. Yani ula düşmanlarını öldürsün ya ki özleri şehit bolsun ve ya ki bir kısım düşmanlarını öldürüp andın şehit bolsun, bulanın hemmisi okşaştır. Ulanın cennetke girişi çokum vacip boludu. Bu vaqtda İmam Buxari ve Müslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Allah yolida cihat qilishga chiqsa, Allah Teala bu bendem faqat mening yo'limda cihat qilish, payg'ambarlarni tasdiqlash uchunla chiqdi deb, agar u kishi qabz ruh qilinsa, uni jannatga kirgizishga, uyiga salomat qaytarilsa, cihat yolida erishgan ajri yoki algan g'animati bilan qaytarishga kapolatlik qiladi. Cihat qilguvchilarga jannatni va'da qilish Tevratda, İncil'da ve Kur'an'da zikir kılıngan Allah'ın rast va'disidir. Bu ayet
va'daning rost ekanligini ta'kidlaydi va Alloh taolaning u va'dani o'z ustiga olganligini, bu va'dani Musa alayhissalomga nozil qilgan Tavrat, İsa alayhissalomga nozil qilgan Injil va Muhammad alayhissalomga nozil qilgan Qur'on qatorliq katta kitoblarda payg'ambarlarga nozil qilganligini xabar qildi. Va'dasiga Allohdinmi bak vafo qiluvchi kim bor? Ya'ni Allohdinmi vafodor ahdi yo'q. Alloh taolo va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohdinmi to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdinmi sodiq hech kim yo'q. Allohdinmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdinmi rost so'zlik hech ahdi yo'q. Hech ahadi yo'q. Qilgan bu so'danglardan xo'shal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ya'ni kim bu so'dining talabini o'rinlasa va bu va'dani amalga oshirsa, u katta muvaffaqiyat va mangulik jannat bilan xush xabar olsin. Gunohlaridan tavba qilguvchilar, ixlos bilan ibodat qilguvchilar, Allohga hamd sano aytquchilar, ro'z tutquchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilamalariga rioya qilguvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, nahiy qilgan ishlardan yong'uvchilar ham ahli jannatdir. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Alloh taolo mana bu go'zal sifat va oliy xislatlar bilan ta'riflangan mu'minlarning jonlarini va mollarini setib oldi. Tavba qilguvchilar, ya'ni hamma gunohlardan tavba qilguvchilar va gunoh ishlarni tark etguchilar. Ibodat qilguvchilar, ya'ni so'zi va ish harakati orqali Robbiga qiladigan ibodatni ixlos bilan ado qilguvchilar. Söz orqali qiladigan eng xolis ibodat Alloh taologa hamd sano aytishdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Allohga hamd sano aytquchilar. Ish harakat orqali qiladigan eng afzal ibodat ro'z tutishdir. Ro'z tutish yemek ichmak va jinsiy munosabat o'tkazish qatorliq ko'ngil tortadigan narsalarni tark etishdan iboratdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ro'z tutquchilar. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning ayollarini bu sifat bilan sifatlab mundaq degan: ro'z tutquchi ayollar ruku qilish va sajda qilish namoz o'qish demakdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar. Ular bu ibodatlarni qilish bilan birga Alloh taolaning bandalariga foyda manfaat yetkazadi. Ularni yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish orqali Alloh taolaga itoat qilishga yetaklaydi. Ular nimani qilishning vojib ekanligini va nimani qilmaslikning lozimligini obdan biladi. Ular Alloh taolaning shariatda belgilagan halol haromdan iborat belgilamalarini ilmiy va amaliy asosda qo'g'daydi. Bu orqali ular Alloh taolaga samimiy ibodat qilish, Alloh taolaning bandalariga va'z nasihat qilish burchini ado qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Chunki iymon yuqoridagi ishlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bu xislatlar bilan sifatlanganlar haqiqiy baxt saodatga erishguchilardir. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi.
Onunğa atasının Allah'ın düşməni ikənligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u atası bilan ada juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p aqchekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Mushriklarga duo qilishning man'i qilinganligi. İmam Ahmad İbn Musayyib'den onun atasının mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Talib sakratga tushib qolganda Payg'ambar alayhisalom uning qishig'iga kirdi. Uning qishida Abu Jahil bilan Abdullah ibn Abu Umayya bor edi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey tag'a, la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa hech iloh yo'q" deb shahodat etgan. Men g'olib va buyuk Alloh taolaning dargohida bu etgan shahodatingni sening foydang uchun pokit qilaman dedi. Abu Jahl bilan Abdullah ibn Umayya: "Ey Abu Talib, sen Abdul Mutallibning dinidan yüz o'rimsan" dedi. Shuning bilan Abu Talib: "Men Abdul Mutallibning dinidaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Men sana mag'firat tilashdan cheklanmasamla sana çokum mağfiret tileymen" dedi. Ondan Peygamberge ve müminlerge müşriklarning ahli dozaq ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin müşriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdami ularga mağfiret talab qilish durust emas degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom haqida: "Şübhisizki sen xalagan adamını hidayet kılalmaysan, lekin Allah özü xalagan adamını hidayet kıldı" degan ayet nazil bo'ldi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Müslim rivayet kılgan. İbn Jarir Süleyman ibn Buraydadan onun atasının mundaq deganligini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam Mekke'ye kelganda bir qabre izining qishig'i kelib o'ltirib munojat qilishga boshladi. Ondan intayin g'amkin alda o'rnidan turdi. Biz: "Ey Allohning payg'ambari, biz sening qilgan ishlaringni ko'rdik" dedik. Payg'ambar alayhisalom: "Men Rabbimdan onamning qabrisini ziyorat qilishga izni so'radim. U menga izni berdi va uningdan anamga mağfiret talab qilishga izni so'radim. U menga izni bermadi" dedi. Payg'ambar alayhisalom shu kundagidek ko'p yig'lab boqqan emas edi. Ya Allah, ya Rabbal alamin. La havle ve la kuvvete illa billah. Avfi Allah Teala'nın Peygamberge ve müminlerge müşriklarning ahli dozaq ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin müşriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas degan oyat haqida İbn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom onasiga mag'firat tilamoqchi bo'ldi. G'olib va buyuk Alloh uni undaq qilishdan to'sdi. U Allah Teala'nın dostu İbrahim aleyhisselam hakikaten otisiga mağfiret tilgan-ku dedi. Şunun bilen Allah Teala İbrahim'nin otisiga mağfiret talab qilishi onun ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi degan oyatni nozil qildi. Ali ibn Abu Talha bu oyat haqida yana İbn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmonlar müşriklarga mağfiret talab qilatdi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin ular o'lgan müşriklarga mağfiret talab qilishdan to'xtadi. Biroq ular tirik müşriklarga ular o'lganga qadar mağfiret talab qilishdan cheklanmadi. Ondan Allah İbrahimning otasiga mağfiret talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi degan oyatni nozil qildi. Onunğa atasının Allah'ның düşməni ikənligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u atası bilan ada juda bo'ldi. İbn Abbas mundaq deydi: İbrahim aleyhisselam atısıga izchil aldan mağfiret talab qilib turdi.
Ahiri atası müşrik holatda o'ldi. Uningga atasının Allah Taolaning düşməni ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u atasidan ado judo bo'ldi. Yana bir rivoyatda İbn Abbas mundaq deydi. Uning atası o'lgandan keyin uningga atasının Allah Taolaning düşməni ekanligi aniq ma'lum bo'ldi. Mujahid, Zahak, Qatada va boshqalarmu mushuning o'xshash degan. Ubayda ibn Umayr ve Said ibn Jubayr mundaq deydi. İbrahim aleyhisselam atısıdan kıyamet günü. Atısı dozaqqa taşlandıgan çağda ada juda boludu. Bu vaqtda atısının yüzünü çang tozan besip qardab ketidi. O, ey İbrahim, men hakikaten dünyada sana asilik qilgan ekanman. Bugün sana hergiz asilik qilmayman deydi. İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, sen bana halayık hesap beriş için terildirildiğin günde meni rəsva qılmaslıqı vədi bergen emasmidin? Men üçün atamni senin rahmetinden məhrum qilishingdan mu artıq rəsvalık barmı deydi. Şunun bilen onunğa arqandaki nərsigi qarğın deyildi. O arqısıga qarasa ağzı burnu qanğı boyalgan qoplan turgan. Yani atısının sureti yırtqıç hayvanın suretiga o'zgartirilgan ekan. Ondan o hayvan 4 putidan tutup söğürülüp dozaqqa taşlandı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İbrahim bolsa hakikaten köp ah çekkichi, yani ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatga chidamliq edi. İbn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligi rivoyat qilindi. İbrahim alayhissalom ko'p duo qiluvchi odam edi. Ba'zi tafsirshunoslar u Alloh taologa bek yalurg'uchi edi dedi. Ba'zilar u nihoyat mehribon edi dedi. Ba'zilar u Alloh taologa haqiqiy ishonguvchi mu'min edi dedi. Ba'zilar u Alloh taologa ko'p tasbih etqichi edi dedi. Allah birer qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Şübhisizki osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'likni terildirdi, terikni o'ltirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Birer qavmning dalil pokit ko'rsatilmay turib jazolanmaydiganligi. Allah Teala bu ayette özünün ulug' zotidan ve adil hükümüden haber verip birer kavmni ularga payg'ambar avatish orqali haqni yetkizmay ve ularga ro'shan dalil paketlarni ko'rsatmay turib gumroh qilmaydiganligini bayon qildi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Samudga bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. Allah birer qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. G'olib va buyuk Allah bu oyatda mu'minlarning mushriklarga mag'firat talab qilishini taşlışını alohida ta'kidlaydi ve ularning Allah Taolaga osilik qilishini yoki itoat qilishini ommabop holda bayon qiladi. Allah Taolaning buyrug'ini o'rinlanglar yoki o'rinlamanglar, bu sizlarga bog'liqdir. İbn Cerir aytadiki, Allah Taala mundaq deydi. Allah sizlarga hidoyatni rizq qilib bergan. Sizlarni Allah Taolaga va uning payg'ambariga ishonishga muvaffaq qilgandan keyin sizlarni o'lgan mushriklarga mag'firat talab qilishdan to'smay turib,
ularga mag'firat talab qilganliginglar sababidan sizlarga gumrohlik bilan hukm qilmaydi. Allah sizlarni ularga mag'firat talab qilishdan to'sgandan keyin sizlar uningdan yenishinglar kerak. Ularga mag'firat talab qilishning gunoh ekanligini Allah sizlarga bayon qilib, sizlarni uningdan to'sishdan ilgari sizlar ularga mag'firat talab qilgan bo'lsanglar, ondan Allah sizlarni uningdan to'ssa, sizlar uningga amal qilsanglar, Allah sizlarga hargiz gumrohlik bilan hukm qilmaydi. İtaat qilish yoki osiylik qilish faqat biror ishni qilishga buyurilgan yoki uni qilishdan to'silgan chaqdala maydonga chiqadi. Agar bir odam biror ishni qilishga buyurilmasa yoki uni qilishdan to'silmasa, u buyurilmagan ishni yoki cheklanmagan ishni qilganligi uchun itoat qilguvchi yoki osiylik qilguvchi hisoblanmaydi. Subhanalloh. Şübhisizki osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'likni terildirdi, terikni o'ldirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. İbn Jarir mundaq deydi. Allah Taala bu oyatda mu'min bandilarini mushriklarga va kofirlarning podshohlariga qarshi urush qilishga, osmonlarning va zaminning podshohi Allah Taalaning yordam beradiganligiga ishonishga, Allah Taalaning dushmanlaridan qo'rqmaslikka rag'batlantirdi. Shek shubhisizki ularning Allah Taaladan boshqa hech do'sti va madadkori yo'qdir. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Tavba surasi tafsiridan 116-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.